Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh o'zingga shukr, baytingga chaqirding. Baytingni tavof qildirgan bandalaring qatoriga qo'shding. O'zingga hamdlar bo'lsin, payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsin. Mana Ka'batullohda turibmiz. Alloh o'zimizni noumid qaytarmagin. Birinchi qatorda turibmiz. Duolarimizni ijobat qilgin. Jami musulmonlarga o'zing ofiyat bergin. Musulmonlarga insof tavfiq bergin. Zurriyotimizni qiyomatgacha islom doirasidan chiqarmagin. Noma'ya amalimizni o'ng qo'limizdan bergin. Allohim o'zingni baytingda turibmiz, noumid qaytarmagin. Mana shu hojakallarimdan ham o'zing rozi bo'lgin. Shu yerda turishimizga bular katta hissalar qo'shishdi. Mana bu hojakalar yerda mana bir-birimizni himoya qilib, birinchi ayollarda tavof qildirdik. So'ngra mana o'zimiz birinchi qatorga turib oldik. Bizni hikmati Alloh biladi, lekin biz niyat yaxshi qilib keldik, niyatimizga yetdik. Mana inshaalloh birinchi safda turib namoz o'qishida niyatimizga yetkazdi. Allohim noumid qaytarmadi. O'ziga ham barcha musulmonlarga ofiyat ber. Urushlarni ketkizgin, begunoh o'ylagan go'daylarda o'zing hayotini qutqargin, ularni halokatga yuz tutmasin, ularni qutqar. Allohim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Avlod ajdodlarimiz gunohlarini kechirgin, ota-onalarimiz umrini uzoq qilgin, o'tgan amaki, amma, xola, tog'a, akalarimizni mahalla kuyda o'tganlarda oxiratlarini obod qilgin, gunohlarini kechirgin. Allohim bizdan rozi bo'lgin, baytingni tavof qilib jannatni o'ziga vojib qilgan bandalaring qatorida qilgin. Ramazonda turibmiz mana. Ramazon ro'zasini tutyapmiz. O'zing tutgan ro'zalarimizni dargohingda qabul qilgin. Allohim Ramazonda kim umra qilsa payg'ambarimiz bilan katta haj qilgan savobini beriladi deyilgan. O'sha hajni qilib, haj mavrur bo'lib payg'ambarimiz bilan haj qilgan bandalaring qatorida qilgin. Qiyomat kuni payg'ambarimizning qo'llaridan havzi kavsar suvini ichadigan bandalaring qatorida qilgin. O'zing bizdan rozi bo'lgin. Allohim bir soniyaga ham bizni o'zimizni holimizga tashlab qo'ymagin. Bizga rahim qilgin. Ya arhamar rohim.